otilganim yo'q, просто men chaynab yotibsiz-da, gapmi? Nimaga chaynayman? Siz bilan 1 soatdan beri turibmiz. Oldin safar ko'rishganimizda ham shunaqa qiluvdingiz siz. O'zimni narsamni sotyapman, halol mehnat qilib olgan narsamni sotyapman-da. Xo'p, Просто o'tgan saram men maligiga bor, uni qil, buni qilga vaqtim yo'q. Peshona teringiz bilan olganmisiz? Nima terim bilan olganman? Ha, o'z mehnat qilganmisiz? Mehnat qilib olganman. Unisi bilan siz ishingiz bo'lmasin, brat. Telefonni oling. Bo'ldi, halol bo'lsa bo'ldi. Nech pul? Harom bo'lishi ham mumkinmi, brat? Hop, nech pul? Aytaman, 250 uzog'i. 300 deyapman, ko'nmayapsiz, mayli 50 tushiring. 150 deb tashlayapsiz, 150 vashida, brat. Hop, tushundim. Men sotayotganim yo'q. 12 Pro, simbolik gold sveti. 11 Pro bu. 11 Pro adashib ketdi. Ham nech pul qilib berasiz? Menga qarang, siz bilan talashib o'tirmaylik-da. Boksyormidingiz? 200 dollar beraman. Birinchidan boksyor emasman, xudo xolisa endi o'tyapman. Ha. Bo'yimga men sizga taklifnoma qilib beraman, vashshe. Qozog'istonda bo'ladi. Bo'ldi, 200 dollar bo'ladimi? Brat, 200 dollar deb yerga yuryapsiz-da, 250 хотя бы. 250 нормальный. Yo, 200 dollar beraman, menga qarang. Bo'ldi, baraka bo'lsa olib ketaman. bilan oldingizda, mana Xo'p, doim bor. uraymi mashin bilan? Urib qo'yaman, tushundingizmi? Bo'ldi. Hazillashmang unaqa. Hozir Ko'chadagi deskilashmang. qizlaringiz bilan hazillashasiz bunaqa. Menga unaqa Ushlab turing, hazillashmang, mana. urib qo'yaman-da. Hop. Unaqa seriozlashmang, bo'ldi doma. Akalarga aytaman, urolmaydigan bo'lib qolasiz umuman. Voy, hozir rost akasimi uraman? Men 200 ga rozimisiz? Men sizga pul bilan uraman-da. Menga qarang, 200 ga rozimisiz, rozi emasmisiz? Shuni ola olayman. Bering. Bo'ldi. Uraman. Pensiyaga chiqqan telefonlaringiz. Ko'rib oling pulingizni. Kimga shunaqa telefonlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. To'g'rimi pulingiz? $2 dollar berasiz, brat.